Mana avariyani ko'ryapsizlar. Endi qaranglar. Mana nimani ko'ryapsizlar mana? Bakovoy. Katta mashina bakovoy mana oldi. Mana bu bakovoy. Nimani ko'ryapsizlar? Hech narsani ko'rmayapsizlarmi? Sizlar ko'rinayotgan narsa menga ko'rinyapti. Sizlar ko'rmayotgan narsa menga ham ko'rinmayapti. Endi qaranglar, pastga tushamiz. Pastga tushdik. Mana pastda bitta odam turibdi, mana bu yerda lehkovoy turibdi. Shunaqa katta mashina mana ko'rinmayapti, tepada turib. Endi men telefonni ushlab turing aka. Telefonni ushlab turing. Xo'p. Katta mashinalar nimalarga to'xtaydi? Peshexodga to'xtaydi, svetoforga to'xtaydi. O'shalarga payt peshexod mana bu yerdan emas, iloji boricha shofyor ko'radigan joydan o'tish kerak. Sababi tepadan o'zingizlar ko'rdinglar, tepada o'tirgan odam mana bu yerda peshexod ko'rmayapti. Endi men mashinani qarang. Ko'p avariyalar bo'ldi, mana shu holat bo'yicha 4 ta 5 ta avariya bo'ldi. 3-4 kun ichida o'zim ko'rdim, guvoh bo'ldim. Agar mana shunaqa katta mashinalar orasida probkalardan ulgiyman deb o'tib ketsanglar, mamoni tegib ketadigan bo'lsa, 100% aybdor o'zingizlar bo'lib qolasizlar. Sizlarni shofyor ko'rmaydi. Rulda o'tirgan shofyor bu yerda mashinani ko'rmayapti. To'g'ri, hamma yaxshi niyatda chiqadi ko'chaga, lekin tepada ko'rsatilgan bir ko'ngilsiz holatda qaytarilmasligi uchun bu videoni iloji boricha ko'proq yengil mashina haydaydigan tashnaga jo'natib qo'yamiz.